22 pora Ahzob surasining 31 oyatidan boshlanadi. Sizlardan kim Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa va ezgu amal qilsa, biz uning mukofotini 2 hissa qilib berurmiz va uning uchun farovon rizq, jannatni tayyorlab qo'ygandirmiz. Ey payg'ambar ayollari, agar taqvodor bo'lsangiz, o'zga ayollarning birortasi kabi emasdirsiz. Bas, sizlar nomahram erkaklarga mayin so'z qilmangiz. Aks holda qalbida buzuqlik bo'lgan kimsa sizdan tama qilib qolur. Yaxshi, to'g'ri so'zni so'zlangiz. O'z uylaringizda qaror topingiz. Ko'chaga chiqqaningizda ilgarigi johiliyat davri yasanishidek yasanmangiz. Namozni barkamol ado etingiz, zakotni beringiz hamda Alloh va uning payg'ambariga itoat etingiz. Ey payg'ambarning xonadon ahli, Alloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni obdon poklashni istaydi xolos. Uylaringizda Allohning tilovat qilinadigan oyatlari va hikmat, ya'ni payg'ambar hadislarini zikr qilingiz. Albatta, Alloh lutfli va xabardor zotdir. Albatta, muslim va muslimalar, mo'min va mo'minalar, itoatli erkaklar va itoatli ayollar, rostgo'y erkaklar va rostgo'y ayollar, sabrli erkaklar va sabrli ayollar, tavozeli kamtar erkaklar va tavozeli ayollar, sadaqa qiluvchi erkaklar va sadaqa qiluvchi ayollar, ro'za tutuvchi erkaklar va ro'za tutuvchi ayollar, avratlarini haromdan saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi ayollar, Allohni ko'p zikr etuvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr etuvchi ayollar. Ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofotni, ya'ni jannatni tayyorlab qo'ygandir. Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilganda, hech bir mo'min va mo'minaga uni bajarish yoki bajarmaslik ishlarida ixtiyor bo'lishi mumkin emasdir. Kimki Alloh va uning payg'ambariga itoatsizlik qilsa, bas, u aniq zalolat bilan yo'ldan ozibdi. Ey Muhammad, eslang, Alloh va siz ne'matlarni in'om etgan kishiga, Zayd ibn Horisga, juftingni o'zingda saqla, taloq qilishga shoshma, Allohdan qo'rqin deb, Alloh oshkor qiluvchi bo'lgan narsani ichingizda yashirgan edingiz va Allohdan qo'rqishga haqliroq bo'lgan holingizda siz odamlardan ta'nalaridan qo'rqqan edingiz. Bas, Zayd undan Zaynabdan hojatini ado etgach, uni taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Toki mo'minlarga asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado etishgach, taloq qilishgach, ularga uylanishlarida qiyinchilik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Allohning amri esa
bajariluvchidir. Allohning payg'ambarga farz halol qilgan narsada unga tanglik yo'qdir. Bu ilgari o'tgan payg'ambarlar haqidagi Allohning yo'lidir. Allohning ishi o'lchovli taqdirdir. Ular o'tgan payg'ambarlar Allohning farmonlarini bandalarga yetkazadigan, undan qo'rqib, Allohdan o'zgadan qo'rqmaydigan zotlardir. Allohning o'zi bandalarining amallariga nisbatan yetarli hisobdondir. Muhammad sizlarning erkaklaringizdan birortasiga ota emasdir, balki u Allohning elchisi va payg'ambarlarning muhridir. Alloh barcha narsani biluvchi zotdir. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilingiz va ertayu kech unga tasbih aytingiz. U sizlarni zulmatlardan nurga chiqarish uchun sizlarga marhamat ko'rsatadigan zotdir. Uning farishtalari ham sizlarga mag'firat tilaydilar. U mo'minlarga mehribondir. Unga, Allohga ro'baro bo'ladigan kundagi ularga Allohning istiqbol so'zi salomdir. Ular uchun u yoqimli mukofot jannatni tayyorlab qo'ygandir. Ey payg'ambar, dar haqiqat biz sizni qiyomatda barcha ummatlarga guvoh bo'luvchi, jannat haqida xushxabar beruvchi va do'zax azobidan ogohlantiruvchi etib yubordik. Allohning izni bilan sizni unga, uning diniga da'vat qiluvchi va yo'l ko'rsatuvchi nurli chiroq qilib ham yubordik. Alloh tomonidan berilajak katta fazl, jannat haqida mo'minlarga xushxabar bering. Kofirlarga va munofiqlarga bo'yin sunmang va ularning aziyatlariga parvo qilmang, hamda Allohga tavakkul qiling. Allohning o'zi yetarli vakil, himoyachidir. Ey mo'minlar, qachonki sizlar mo'minalarni nikohingizga olsangiz, so'ngra ularga tegishdan ilgari ularni taloq qilsangiz, u holda sizlar uchun ularning zimmasida sanaydigan idda yo'qdir. Bas sizlar ularni ozgina moddiy bahramand etib, chiroyli kuzatish bilan kuzatingiz. Ey payg'ambar, albatta biz sizga mahrlarini bergan juftlaringizni, Alloh sizga o'lja qilib bergan qo'l ostingizdagi cho'ralaringizni, siz bilan birga hijrat qilgan amakingizning qizlarini va ammalaringizning qizlarini, tog'angizning qizlarini va xolalaringizning qizlarini, yana har qanday mo'mina ayolni, agar u o'zini payg'ambarga tortiq etsa-yu, payg'ambar uni mahrsiz o'z nikohiga olishni istasa, mazkur ayollarni siz uchun halol qildik. Mahrsiz uylanish barcha mo'minlar uchun emas, xolis siz uchundir. Biz mo'minlarga juftlari va qo'l ostilaridagi cho'ralari haqida farz qilgan hukmlarimizni albatta bilamiz. Bu sizga tanglik bo'lmasligi uchundir. Alloh mag'firatli
va rahimli zotdir. Siz ulardan o'zingiz xohlaganingizni qoldirib, xohlaganingiz bilan hamyostiq bo'lursiz, birga tunarsiz. O'zingiz chetlatgan ayollaringizdan birortasini hamyostiqlikka istasangiz, sizga hech qanday gunoh bo'lmas. Bu ularning ko'zlari quvonishiga, g'amgin bo'lmasliklariga va siz ularga ato etgan narsaga barchalari rozi bo'lishlariga yaqinroq yo'ldir. Alloh sizlarning dillaringizdagi narsani ham bilur. Alloh bilimdon va halim zotdir. Ey Muhammad, siz uchun bundan so'ng ayollar, ya'ni uylanishingiz halol bo'lmas. Garchi ularning boshqa xotinlarning husni sizni qiziqtirsa ham, ularni o'z ayollaringizga almashtirish ham halol bo'lmas. Illo qo'l ostingizda bo'lgan cho'rilar haloldir. Alloh barcha narsa ustidan kuzatib turuvchi zotdir. Ey iymon keltirganlar! Payg'ambarning uylariga faqat sizlarni biror taomga chaqirilsagina kiringiz. O'shanda ham unga erishishga ko'z tutib turmangiz. Balki chaqirilganingizda kiringiz va taomdan so'ng gapga berilib ketmay tarqalingiz. Zero bu payg'ambarga ozor berur, u esa sizlardan iymanar. Alloh haq gapdan tortinmas. Qachonki sizlar ulardan payg'ambar ayollaridan biror narsa so'rasangiz, parda ortidan so'rangiz. Mana shu sizlarning dillaringiz va ularning dillariga nisbatan ham tozaroq ishdir. Sizlar uchun Allohning payg'ambariga ozor berish va undan keyin ayollariga uylanishingiz aslo mumkin emasdir. Chunki bu Alloh nazdida ulkan gunohdir. Agar sizlar biror narsani oshkor qilsangiz ham yoki yashirsangiz ham, albatta Alloh barcha narsani biluvchi zotdir. Payg'ambarning ayollari o'z otalariga, o'g'illariga, og'a-inilariga, og'a-inilarning o'g'illariga, opa-singillarning o'g'illariga, mo'mina ayollarga va qo'l ostilaridagi cho'rilarga hijobsiz ko'rinishlarida ularga gunoh yo'qdir. Ey payg'ambar ayollari, Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh barcha narsaga shohid, guvohdir. Albatta Alloh va uning farishtalari payg'ambarga salovat ayturlar. Ey mo'minlar, sizlar ham unga salovat va salom aytingiz. Albatta Alloh va uning payg'ambariga ozor beradigan kimsalarni Alloh dunyoda ham, oxiratda ham la'natlar va ular uchun xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'ygandir. Mo'min va mo'minalarga qilmagan gunohlari bilan ozor beradigan kimsalar bo'xton va aniq gunohni o'zlariga olgan bo'lurlar. Ey payg'ambar, xotinlaringizga, qizlaringizga va mo'minlarning xotinlariga ayting, ustlariga yopinchiqlarini tashlab olsinlar. Mana shu ularning kim ekanliklari tanilib, ozorlanmasliklari uchun
eng yaqin vositadir. Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Qasamki, agar munofiqlar dillarida buzuqlik bo'lgan kimsalar va Madinada mishmish tarqatib yuruvchilar o'z qilmishlaridan tiyilmasalar, albatta biz sizni ularga qarshi qo'zg'aturmiz. So'ngra ular Madinada ochchilikdan boshqasi siz bilan yonma-yon tura olmay qolurlar, la'natga duchor bo'lgan hollarida. U paytda ular qayerda topilsalar ushlanurlar va qirib tashlanurlar. Bu ilgari o'tgan zotlar xususidagi Allohning yo'lidir. Allohning yo'liga esa sira o'zgartirish topmassiz. Odamlar sizdan qiyomat qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U haqdagi ma'lumot faqat Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilursiz, ehtimol qiyomat yaqinda bo'lar. Albatta Alloh kofirlarni la'natladi va ular uchun do'zaxni tayyorlab qo'ydi. Ular na biror do'st va na biror yordamchi topmagan hollarida u joyda mangu qolurlar. Yuzlari olovda aylantiriladigan kunda ular koshki edi Allohga itoat etganimizda, payg'ambarga itoat etganimizda derlar. Yana ular Parvardigoro, dar haqiqat bizlar boshliqlarimizga va kattalarimizga bo'yin sundik, bas ular bizlarni to'g'ri yo'ldan ozdirdilar. Parvardigoro, ularga azobni 2 hissa qilib bergin va ularni katta la'nat bilan la'natlagin derlar. Ey mo'minlar, sizlar Musoga ozor bergan kimsalar kabi bo'lmangiz. Bas Alloh Musoni ular aytgan narsa, ayblardan oqladi. Alloh nazdida u obro'li kishi edi. Ey mo'minlar, Allohdan qo'rqingiz va to'g'ri so'zlangiz. Shunda Alloh ishlaringizni o'nglar va gunohlaringizni mag'firat etar. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas u ulug' yutuqqa erishibdi. Biz bu omonatni, chin bandalik omonatini osmonlarga, yerga va tog'larga taklif etdik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Dar haqiqat u o'ziga zulm qiluvchi va nodondir. Alloh munofiq va munofiqalarni, mushrik va mushrikalarni jazolash uchun hamda mo'min va mo'minalarning tavbalarini qabul qilish uchun bu omonatni inson zimmasiga yukladi. Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Saba surasi Makka da nozil qilingan 54 oyatdan iborat. Saba Yaman diyoridagi qadimiy shahar nomi. Unda Bilqis ismli malika hukmdor bo'lgan va Sulaymon alayhissalom bilan o'rtalarida kechgan mojarolar to'g'risida Naml surasida bayon qilindi. Bu surada
mazkur Saba qabilasining noshukrliklari sababli noz-ne'matlardan mahrum bo'lgani, Dovud va Sulaymon alayhissalom qissalari, haq bilan botilning o'zaro kurashi, ezgulikka berilajak ajru savoblar, yovuzlikka atalgan uqubat va jazolar to'g'risida oyatlar bayon etilgan. Ayniqsa, jinlar ham inson kabi g'aybiy sirlarni bilmasligi to'g'risidagi muhim ma'lumotlar ushbu surada o'z aksini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Hamd Allohga xosdir. U shunday zotki, osmonlardagi va yerdagi bor narsa unikidir. Oxiratda ham hamd faqat unga xosdir. U hakim, hikmatli va xabir, xabardordir. U yerga kiradigan narsalarni ham, undan chiqadigan narsalarni ham, samodan tushadigan narsalarni ham, unga ko'tariladigan narsalarni ham bilur. U rahimli va mag'firatlidir. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat kelmas dedilar. Ayting, yo'q, g'aybni biluvchi Rabbimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga kelur. Osmonlar va yerdagi bir zarra misolicha, undan ham kichik yoki katta biror narsa undan maxfiy bo'lmas va albatta u aniq kitobda, Lavhul Mahfuzda mavjuddir. Toki Alloh iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni mukofotlashi uchun qiyomat qoyim bo'lur. Ana o'shalar uchun mag'firat va jannatda farovon rizq bordir. Oyatlarimizga qarshi kurashish harakatida yurgan kimsalar uchun alamli azob jazosi bordir. Ey Muhammad, ilm berilgan zotlar sizga Rabbingiz tomonidan nozil qilingan Qur'onning haq kitob ekanini va u kitob yoki Alloh qudratli va hamdga loyiq zotning yo'liga hidoyat qiladi deb bilurlar. Kofir bo'lgan kimsalar derlar, sizlarga chirib, titilib, bo'lak-bo'lak bo'lib ketgan vaqtingizda albatta sizlar yana yangitdan yaratilursiz deb xabar beradigan bir kishini, Muhammadni ko'rsataylikmi? U Alloh sha'niga yolg'on to'qidimi yoki unda jinnilik bormi? dedilar. Yo'q, balki oxiratga ishonmaydiganlar do'zaxdagi azobda va hidoyatdan uzoq zalolatdadirlar. Axir ular oldilaridagi va ortlaridagi, atroflaridagi narsalarga, osmon va zaminga boqmaydilarmi? Agar biz xohlasak, ularni yerga yuttirib yuborurmiz yoki ustilariga osmondan parchalar tushirurmiz. Albatta, bunda har bir Allohga iymon va ixlos bilan qaytuvchi banda uchun alomat bordir. Biz Dovudga ulug' fazl, martaba ato etdik. Ey tog'lar va qushlar, Dovud bilan birga tasbih aytingiz. Yana uning uchun temirni xamirdek muloyim qilib qo'ydik. Dovudga dedik, sovutlar yasagin va ularni yasashda me'yorni bilgin. Ey Dovud oilasi, yaxshi amal qilingiz
zero men qilayotgan yaxshi yomon amallaringizni ko'rib turuvchidirman. Sulaymonga ertalab 1 oylik, kechki payt 1 oylik masofani bosib o'tadigan shamolni bo'yin sundirdik va uning uchun mis bulog'ini oqizib qo'ydik. Yana jinlardan ham Parvardigorining izni bilan uning qo'l ostida ishlaydigan jinlarni bo'yin sundirib qo'ygandirmiz. Ulardan kim bizning amrimizdan chetlasa, biz unga o't azobidan tottirib qo'yamiz. Ular Sulaymonga misdan u xohlagan narsalarni, mehroblar, ibodatxonalar, timsollar, haykallar, suratlar, hovuzlar kabi katta laganlar va o'choqlarga o'rnashuvchi qozonlarni yasab berurlar. Ey Davud oilasi, bu ne'matlarning shukronasi uchun amal, ibodat qilingiz. Bandalarim orasida Allohga shukr qiluvchisi ozdir. Bas qachonki biz unga, Sulaymonga o'limni hukm qilganimizda, uning o'limiga faqat hassasini yeyayotgan kemiruvchi qurtgina dalolat qildi. Bas qachonki u qulab tushgach, jinlar aniq bildilarki, agar ular g'aybni biluvchi bo'lganlarida, bu xor qiluvchi azobda, mehnatda uzoq muddat qolmagan bo'lar edilar. Saba aholisi uchun o'z maskanlarida Allohning fazliga doir bir alomat bor edi. O'ng tomon ham, so'l tomon ham bog'roq bo'lib, biz ularga Parvardigoringiz rizqidan bahramand bo'lingiz va unga shukr qilingiz. Shahringiz pokiza shahar, Parvardigoringiz mag'firatli Parvardigordir degan edik. Bas ular shukurdan yuz o'girgach, biz ularning ustiga to'g'on bilan to'sib qo'yilgan selni ochib yubordik va ularning bog'larini achchiq mevali, yulg'unzor va siyrak butazor bog'larga aylantirib qo'ydik. Kofir bo'lganlari sababli ularni mana shu jazo bilan jazoladik. Biz kofirdan o'zga kimsaga jazo berar edik. Biz ular bilan o'zimiz muborak qilgan shaharlarning orasida ko'rinib turadigan qishloqlarni barpo qilib, ular orasida yurish masofasini ham o'lchab, ularga bu qishloqlarda kechalari ham, kunduzlari ham tinchgina yuraveringiz degan edik. Ular esa bu ne'matlarga noshukrlik qilib, Parvardigoro, safarlarimiz orasidagi masofani yiroq qilgin deyishib, o'zlariga zulm qildilar. Bas biz ularni odamlar og'zidagi cho'pchakka aylantirib qo'ydik va ularni bo'lib tashladik. Albatta, bunda har bir sabrli va shukr qiluvchi inson uchun alomatlar bordir. Dar haqiqat, iblis ularning ustidagi men ularni yo'ldan ozdira olurman degan gumonini ro'yobga chiqardi. Bas Saba qabilasi iblisga ergashdilar. Faqat bir guruh mo'minlargina qoldilar. Iblisning ular ustidagi hukmronligi
faqat oxiratga iymon keltiradigan kishilarni undan oxiratdan shubhada turgan kimsalardan ajratib olishimiz uchun bo'ldi. Rabbingiz barcha narsani kuzatib turuvchidir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting: sizlar Allohdan o'zga ilohlar deb gumon qilgan butlaringizga iltijo qilaveringiz. Ular na osmonlarda va na yerda bir zarra vazncha narsaga ega emasdirlar va ular uchun sheriklik ham yo'qdir, hamda ulardan unga biror madadkor ham yo'q va kerak ham emasdir. Qiyomat kuni Alloh huzurida faqat u izn bergan kishilarning shafoati oqlovigina foyda berur. To qachonki izn berilib, dillaridan qo'rquv ketkazilgach, ular bir-birlariga Parvardigoringiz nima dedi, izn berdimi deb savol qilishib, haqni aytdi, shafoatga izn berdi, u oliy va buyuk zotdir deb javob qilurlar. Ey Muhammad, mushriklarga ayting: kim sizlarni osmonlardan va yerdan rizqlantirur? Javobini ham o'zingiz berib, Alloh deng. Bizlar yoki sizlar esa hidoyat uzradirmiz yoki aniq zalolatdadirmiz. Ayting: biz qilgan gunoh to'g'risida sizlar mas'ul bo'lmassiz va sizlar qilayotgan amallar to'g'risida bizlar mas'ul bo'lmasmiz. Ayting: Rabbimiz qiyomat kuni o'rtamizni jamlar, so'ngra o'rtamizda haqiqat, adolat bilan hukm qilur. Faqat ugina adolat bilan hukm qiluvchi va haqiqatni biluvchidir. Ayting: ey mushriklar, sizlar unga Allohga qo'shib olgan sheriklaringizni menga ko'rsatingizchi? Yo'q, balki Allohning o'zigina qudratli va hikmatli zotdir. Ey Muhammad, biz sizni haqiqatan barcha odamlarga xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi bo'lgan holingizda payg'ambar qilib yubordik. Lekin odamlarning aksariyati bu haqiqatni bilmaslar. Ular: agar rostgo'y bo'lsangiz, aytingizchi, mana shu va'da, qiyomat qachon bo'ladi derlar. Ayting: sizlar uchun shunday bir kunning va'dasi borki, undan biror soat orqaga ham, ilgariga ham sura olmassiz. Kofir bo'lgan kimsalar: bizlar bu Qur'onga ham, undan oldingi kitoblarga ham sira iymon keltirmaymiz dedilar. Ey Muhammad, agar siz o'sha zolim kimsalarni qiyomat kuni Parvardigor huzurida tik turgizib qo'yilib, bir-birlariga gap qaytarayotganlarini ko'rsangiz edi, o'shanda zaif sanalgan kimsalar mutakabbir kimsalarga, o'z peshvolariga: agar sizlar bo'lmaganingizda bizlar albatta mo'minlar bo'lar edik deydilar. Mutakabbir bo'lganlar qiyomatda zaif sanalganlarga: sizlarga hidoyat kelganidan so'ng sizlarni undan biz to'sdikmi? Yo'q, o'zlaringiz jinoyat qiluvchi edingiz derlar. Zaif sanalganlar mutakabbir bo'lganlarga: yo'q, kecha va kunduzgi makr sizlarda bor edi,
o'shanda sizlar bizlarni Allohga kofir bo'lishga va unga teng sheriklar qilishga buyurar edingiz, deydilar. Azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan vaqtlarida ular ichlarida nadomat qiladilar va kofir bo'lgan kimsalarning bo'yinlariga kishanlarni solurmiz. Ularga dunyoda qilib o'tgan qilmishlariga yarashagina jazo berilur. Biz qaysi bir qishloqqa biror ogohlantiruvchi payg'ambar yubormaylik. Albatta u joyning maishat parastlari biz sizlar elchi qilib yuborilgan dinga kofirmiz deganlar. Yana ular bizlarning mollarimiz va farzandlarimiz ko'proq, binobarin bizlar azoblanuvchi emasmiz dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, albatta Rabbim o'zi xohlaganlarning rizqini keng qilur va o'zi xohlaganlarning rizqini tang qilur, lekin ko'p odamlar buni bilmaslar. Na mollaringiz va na farzandlaringiz sizlarni bizning dargohimizga yaqin qiluvchi emasdir. Faqat iymon keltirgan va solih amallar qilgan zotlar aynan o'shalargagina qilgan amallari sababli necha barobar mukofot bordir va ular jannatdagi ko'shklarda osoyishtalikda bo'lurlar. Bizning oyatlarimizga qarshi kurashish harakatida yuradigan kimsalar, ular azobga hozir qilinuvchidirlar. Ayting, albatta Rabbim bandalaridan o'zi xohlaganiga rizqni keng qilur va o'zi xohlaganiga rizqni tang qilur. Biror narsani muhtojlarga xolis ehson qilsangiz, bas Alloh uning o'rnini to'ldirur. U rizqlantiruvchilarning yaxshisidir. Eslang, Alloh ularning, mushriklarning barchalarini to'plab, so'ngra farishtalarga, ana u mushriklar sizlarga ibodat qiluvchi bo'lganmidilar deydigan kunda farishtalar, pok Parvardigoro, ular emas, o'zing bizlarning do'stimizdirsan. Ha, ular jinlarga ibodat qilar edilar. Ularning aksariyati ularga iymon keltiruvchidirlar dedilar. Bas, bu kunda biringizga na foyda va na zarar yetkazishga ega bo'lmas va biz zolim bo'lganlarga o'zlaringiz yolg'on degan do'zax azobini totib ko'ringiz dermiz. Qachonki ularga bizning oyatlarimiz aniq holda tilovat qilinsa, ular bu Muhammad faqat sizlarni ota-bobolaringiz ibodat qilib o'tgan narsalardan to'smoqchi bo'lgan kimsadir derlar. Va bu Qur'on faqat to'qilgan bir bo'xtondir derlar. Kofir bo'lganlar ularga haqiqat Qur'on kelgan vaqtda u haqda bu aniq sehrdan boshqa narsa emas dedilar. Holbuki Isodan keyin biz ularga o'qib o'rganadigan kitoblarni keltirgan emasmiz va ularga sizdan avval biror ogohlantiruvchi payg'ambar ham yuborgan emasmiz. Ulardan ilgari o'tgan ummatlar ham o'z payg'ambarlarini inkor etgan edilar. Holbuki Makka mushriklari biz ularga ato etgan ne'matlarning 10dan biriga ham yetganlari yo'q. Bas,
o'shalar mening payg'ambarimni inkor etishgach, mening e'tirozim qanday bo'lgan edi? Shular haqida eslab ko'ring. Ey Muhammad, mushriklarga ayting, men sizlarga faqat birgina narsani, Alloh uchun juft holda va yakka holingizda turishga, so'ngra tafakkur qilingiz deb nasihat qilurman. Sohibingiz Muhammadda hech qanday jinnilik yo'qdir. U faqat qattiq azob oldidan sizlarga yuborilgan bir ogohlantiruvchi payg'ambardir xolos. Ayting, men sizlardan payg'ambarligim uchun ajr, haq so'ramayman. Bas, u sizlarga bo'la qolsin. Mening ajrim faqat Allohning zimmasidadir. U barcha narsaga, gapimning rost ekaniga ham guvohdir. Ayting, albatta Rabbim botillikni haqiqat Qur'on oyatlari bilan chetga uloqtirur. U g'ayb narsalarni aniq biluvchidir. Ayting, haqiqat Qur'on keldi. Soxtalik qaytadan shirkni boshlay olmas va uni asliga ham qaytara olmas. Ayting, agar men yo'ldan ossam bas, faqat o'z zararimga ozurman va agar hidoyat topsam ham Rabbim menga qilayotgan vahiy sababliginadir. Albatta, u qalb va tillardagi gaplarni eshituvchi va bandalariga yaqindir. Ey Muhammad, agar siz mushrik va kofirlarni dahshatga tushgan, yo'qolishning iloji yo'q va yaqin bir makondan do'zax sari olib ketilayotgan paytlarida ko'rsangiz edi, o'sha kunda ular iymon keltirdik deydilar. Yiroq bir joydan tavbaga erishish qayoqda ekan ularga? Holbuki ular ilgari dunyoda unga kofir bo'lgan edilar. Holbuki ular yiroqdan turib g'aybga, oxiratga tosh otar edilar. Mana endi xuddi ulardan oldingi ham fikrlariga qilingani kabi, ular bilan istaydigan narsalari iymon o'rtasi to'siq qo'yildi. Zero ular dunyoda shak shubhada edilar. Fotir surasi Makka da nozil qilingan 45 oyatdan iborat. Fotir so'zi ilk bor yaratuvchi degan ma'noni bildiradi. Surada Allohning cheksiz ilmi va qudratiga dalolat qiluvchi aqliy dalillar, farishtalar, dunyo va oxirat, kufr va iymon, tajovuzkorlik va boshqalar to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Hamd osmonlar va yerning ilk bor yaratuvchisi hamda farishtalarni 2, 3, 4 qanotli elchilar qiluvchi Allohgadir. U yaratgan narsalarida nimani xohlasa, o'shani ziyoda qilur. Albatta, Alloh barcha narsaga qodirdir. Alloh odamlar uchun qaysi bir rahmatni ochib, ravona qilib qo'ysa, bas uni tutib qoluvchi bo'lmas
va nimani tutib qolsa bas, undan so'ng uni bandalarga yuboruvchi bo'lmas. U aziz va hakimdir. Ey insonlar, sizlarga ato etgan Allohning ne'matini eslangiz. Sizlarga osmon va zamindan rizq beradigan Allohdan o'zga yaratuvchi bormi? Undan o'zga iloh yo'q. Bas to'g'ri yo'ldan qayoqqa burilib ketmoqdasiz? Ey Muhammad, agar mushriklar sizni inkor etsalar, bas bilingki sizdan avvalgi payg'ambarlar ham inkor etilgandirlar. Barcha ishlar albatta Allohga qaytarilur. Ey insonlar, albatta Allohning va'dasi haqdir. Bas sizlarni dunyo hayoti sira aldab qo'ymasin, yana sizlarni aldamchi shayton aldab qo'ymasin. Albatta shayton sizlarga dushmandir. Bas uni dushman tutingiz. U o'z firqasini o'ziga ergashganlarni do'zax ahli bo'lishga da'vat qilur. Kofir bo'lgan kimsalar uchun oxiratda qattiq azob bordir. Iymon keltirgan va solih amallarni qilganlar uchun esa mag'firat va katta mukofot bordir. Axir qilgan yomon ishi o'ziga chiroyli ko'rsatilib, uni go'zal ish deb o'ylagan kimsa hidoyat topgan zot kabi bo'larmidi? Zotan Alloh o'zi xohlagan kimsalarni yo'ldan ozdirur va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Bas, ey Muhammad, ularga hasratlar chekib joningiz chiqib ketmasin. Albatta Alloh ularning qilayotgan sir sinoatlarini biluvchidir. Alloh shamollarni yuborib, bulutni qo'zg'atgach, biz uni o'lik shaharga haydab, u bilan o'lgan yerni tiriltirdik. Qiyomatda qayta tirilish ham shu tarzdadir. Kimki qudratni istaydigan bo'lsa, bas barcha qudrat Allohnikidir. Har bir yoqimli so'z uning huzuri sari chuqur. Solih amalni esa Alloh o'z dargohiga ko'tarur. Yomonliklar bilan makr qiladiganlar uchun qattiq azob bordir va ularning makrlari ham halok bo'lur, behuda ketur. Alloh sizlarni odamni tuproqdan, so'ngra uning naslini nutfadan yaratib, keyin sizlarni juft erkak ayol qilib qo'ydi. Har bir ayolning homilador bo'lishi va ko'zi yorishi faqat uning ilmi bilan bo'lur. Biror uzoq umr ko'ruvchining umri uzaytirilgan bo'lsa yoki umridan kamaytirilgan bo'lsa, albatta u kitobda Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lur. Albatta bu Allohga osondir. Ikki dengiz suvi teng bo'lmas. Bunisi chuchuk, totli va yutumli, unisi esa sho'r, nordondir. Sizlar u ikkisining har biridan yangi go'sht, baliq yeysiz va taqadigan zeb-ziynat chiqarib olursizlar. Allohning fazlidan, rizqidan istashingiz uchun suvni yorib ketayotgan kemalarni ko'rasiz. Shoyat
shunday ne'matlari uchun Allohga shukr qilsangiz. Alloh kechani kunduzga kiritur va kunduzni kechaga kiritur. U quyosh va oyni ham sizlar uchun bo'yin sundirib qo'ygandir. Har biri muayyan muddatgacha sayrda bo'lur. Ana shu sizlarning Rabbingiz Allohdir. Podshohlik ham faqat unikidir. Ey mushriklar, sizlar uni qo'yib iltijo qilayotgan narsa soxta ma'budalaringiz esa xurmo danagining pardasicha narsaga ham ega emasdir. Agar sizlar ularni chorlasangiz, chaqiriqlaringizni eshitmaslar. Eshitganlarida ham sizlarga javob qila olmaslar va qiyomat kunida shirklaringizni inkor qilurlar. Ey Muhammad, sizga xabardor zotdek, Allohdek hech kim xabar bera olmas. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojdirsiz. Alloh esa albatta g'ani, behojat va hamid, hamdga loyiq zotdir. Agar u xohlasa, sizlarni yer yuzidan ketkazib, o'rningizga yangi bir xalqni keltirur. Bu ish Allohga qiyin emasdir. Qiyomat kunida hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga insonning yukini, gunohini ko'tarmas. Agar og'ir gunoh egasi o'z yukiga, gunohini ko'tarishga chorlansa, garchi chorlanuvchi qarindoshi bo'lsa-da, u gunohdan biror narsa yuklatilmas. Ey Muhammad, siz faqat Parvardigorlaridan g'oyibona qo'rqadigan va namozni barkamol ado etadigan zotlarnigina ogohlantira olursiz. Kimki gunohdan poklansa, u faqat o'zi uchun poklangan bo'lur. Qaytish faqat Alloh huzurigadir. Ko'r bilan ko'ruvchi barobar bo'lmas. Zulmatlar bilan nur ham, soya bilan jazirama ham barobar bo'lmas. Tiriklar mo'minlar bilan o'liklar kofirlar ham barobar bo'lmas. Albatta Alloh o'zi xohlagan kishilarga eshittirur. Ey Muhammad, siz qabrlardagi kimsalarga, qalbi o'liklarga gapingizni eshittira oluvchi emasdirsiz. Siz faqat ogohlantiruvchidirsiz. Albatta biz sizni haq din bilan xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik. Har bir ummat ichida ham albatta bir ogohlantiruvchi payg'ambar o'tgandir. Agar mushriklar sizni inkor etsalar, bas bilingki ulardan avvalgilar ham payg'ambarlarni inkor etganlar. Holbuki payg'ambarlari ularga aniq mo'jizalar, ilohiy sahifalar va nurafshon kitob keltirgan edilar. So'ngra kofir bo'lganlarni kufrlari sababli ushladim, jazoladim. Bas mening inkorim, azobim qanday bo'ldi? Alloh osmondan suv, yomg'ir, qor yog'dirib, u bilan ranglari turli bo'lgan mevalarni chiqarganini ko'rmadingizmi?
yana tog'larning oq, qizil, rang-barang yo'llisi ham, tim qorasi ham bordir. Shuningdek, odamlar, jonivorlar va chorva hayvonlari orasida ham har xil ranglilari bordir. Bandalari orasida Allohdan ulamolargina qo'rqarlar. Haqiqatan Alloh qudratli va mag'firatlidir. Allohning kitobini tilovat qiladigan, namozni barkamol ado etadigan va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora ehson qiladigan zotlar sira kasod bo'lmaydigan tijoratdan, ajru savob bo'lishidan umidvordirlar. Zero Alloh ularning ajrlarini komil qilib berur va o'z fazlini ularga yanada ziyoda qilur. Albatta, u mag'firatli va o'ta shukr qiluvchidir. Ey Muhammad, biz sizga vahiy qilgan kitob Qur'on o'zidan avvalgi ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi haqiqat kitobdir. Albatta, Alloh o'z bandalaridan ogoh va ishlarini ko'rib turuvchidir. So'ngra biz bu kitobga bandalarimizdan o'zimiz tanlagan kishilarni, ummatingizni voris qildik. Bas, ularning orasida unga amal qilmay, o'z joniga gunoh qilib jabr qiluvchi ham bor. Ularning orasida o'rtacha amal qiluvchi ham bor va ularning orasida Allohning izni bilan mudom yaxshiliklarda o'zib ketuvchi ham bordir. Ana o'sha Qur'onga voris bo'lish yoki tanlanish yoxud o'zish katta fazldir. Ular mangu yashaydigan jannatlarga kirurlar va oltin bilaguzuklar va marjonlar bilan bezangan bo'lurlar. U joyda ularning liboslari harir, ipak bo'lur. Jannatga kirgan chog'larida deydilar: bizlardan qayg'uni ketkazgan zot Allohga hamd aytamiz. Dar haqiqat Rabbimiz mag'firatli va shukr sohibidir. U o'z fazli bilan bizlarni shunday mangu turadigan diyorga tushurdiki, u joyda bizlarga na mashaqqat yetar va u joyda bizga na charchoq yetar. Kofir bo'lgan kimsalarga esa shunday jahannam o'ti bordirki, na ularga hukm qilinib o'la olurlar va na ulardan jahannam azobi yengillatilur. Har bir kofirni mana shunday jazolarmiz. Ular u joyda: Parvardigoro, bizlarni azobdan chiqargin, bizlar qilib o'tgan amallarimizdan boshqacha yaxshi amallarni qilaylik deb faryod qilurlar. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi uchun eslatma olgudek uzun umr bermaganmidik? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Bas, endi jazolaringizni topaveringiz. Zolimlar, kofirlar uchun yordamchi bo'lmas. Albatta, Alloh osmonlar va yerning g'aybini, sirlarini biluvchidir. Haqiqatan u dillardagi bor narsani ham aniq biluvchidir. U sizlarni yerda xalifa qilib qo'ygan zotdir.
Bas kim kofir bo'lsa, uning kufri faqat o'zining zarariga bo'lur. Kofir bo'lgan kimsalarning kufri ularga Parvardigor huzurida faqat g'azabnigina ziyoda qilur. Kofir bo'lgan kimsalarning kufri ularga faqat ziyonnigina ziyoda qilur. Ey Muhammad, mushriklarga ayting, xabar beringizchi, sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan ma'budalaringiz yerdagi biror narsani yaratganmi, yoki ularning osmonlarni yaratishda sherikligi bormi? Yoxud biz ularga biror kitob ato etdikmiki, ular undan hujjatlarni topsalar? Menga shularni ko'rsatingiz. Yo'q. Zolimlar bir-biriga faqat aldovni va'da qilurlar. Albatta, Alloh osmonlar va yerni zavol topishlaridan saqlab turar. Agar zavolga yuz tutsalar, u zotdan so'ng hech kim ularni saqlay olmas. Dar haqiqat, u Halim va mag'firatli zotdir. Makka kofirlari agar ularga biror ogohlantiruvchi payg'ambar kelsa, albatta unga ergashib har qanday ummatlardan ham hidoyat topuvchiroq bo'lishlari haqida jon jahdlari bilan qasam ichgandilar. Bas ularga ogohlantiruvchi payg'ambar kelgach, bu ularni yanada hidoyatdan uzoqlashtirdi. Yerda mutakabbirlik qilgan va payg'ambarga qarshi yomon makr qilgan hollarida shunday bo'ldi. Yomon makr esa faqat o'z egalarini o'rab olur, halok qilur. Bas ular faqat avvalgilarning yo'llariga, jazolariga ko'z tutmoqdalar. Bas Allohning sunnatiga, olam uchun joriy qilgan qonuniga sira o'zgartirish topmassiz va Allohning sunnatiga sira almashtirish ham topmassiz. Axir ular yerda sayr qilib, o'zlaridan oldingi dinsizlarning oqibati qanday bo'lganini ko'rmaydilarmi? Holbuki ular bulardan, Makka mushriklaridan ko'ra quvvatliroq edilar. Na osmonlarda va na yerda Allohni ojiz qoldiruvchi narsa yo'qdir. Zotan u bilim va qudrat egasidir. Agar Alloh odamlarni ular qilgan gunohlari bilan jazolasa edi, yer ustida biror jonivorni qo'ymagan bo'lar edi. Lekin u ularni jazolashni belgilangan muddatgacha, qiyomat kunigacha kechiktirur. Bas o'sha muddat kelgach esa ogoh bo'lingizki, albatta Alloh bandalarini ko'rib turuvchi zotdir. Yosin surasi Makkada nozil qilingan 83 oyatdan iborat. Yosin so'zi tafsirida ey inson, ey Muhammad, ey Sayyid kabi rivoyatlar bor. Surada Muhammad alayhisalomning haqiqiy payg'ambar ekanliklari,
Iso alayhissalom tomonidan Antokiyaga, Vizantiyaning qadimiy shahriga yuborilgan elchilarning ko'rgan kechirganlari, Habib an-Najjor ismli shaxsning iymon yo'lida qurbon bo'lishi, quyosh, oy, yulduzlarning ilohiy qonuniyat asosida faoliyat ko'rsatib turishi, shuningdek jannat va do'zax ahlining qiyomat kunidagi holatlari, tavhid, qayta tirilish haqligiga dalolat qiluvchi oyatlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Yasin. Ey Muhammad, ushbu hikmatli Qur'on bilan qasamyod etamanki, haqiqatan siz payg'ambarlardandirsiz. Siz to'g'ri yo'ldadirsiz. Bu Qur'on qudratli va rahimli Allohning nozil qilgan kitobidir. Toki ota-bobolari ogohlantirilmay g'ofil bo'lib qolgan qavmni ogohlantirgaysiz. Ularning ko'plariga kufrda bo'lurlar degan lafz muqarrar bo'lgandir. Bas ular iymon keltirmaslar. Dar haqiqat biz ularning bo'yinlariga kishanlarni solib qo'ydik. Ular kishanlar to iyaklarigachadir. Bas ular kekkayuvchidirlar. Yana ularning oldilaridan bir to'siq parda, ortlaridan bir to'siq parda qilib ularni o'rab qo'ydik. Bas ular ko'ra olmaslar. Ey Muhammad, siz ularni ogohlantirdingizmi yoki ogohlantirmadingizmi, ularga barobardir. Iymon keltirmaslar. Siz faqat zikr, Qur'onga ergashgan va Rahmondan g'oyibona qo'rqqan kishilarnigina ogohlantira olursiz. Bas o'shalarga mag'firat va ulug' mukofot, jannat xushxabarini bering. Albatta biz o'liklarni tiriltirurmiz va ularning o'limidan oldin yuborgan amallarini hamda qoldirgan asoratlarini, ommaga foydali yoki zararli ishlarini yozib qo'yurmiz. Biz aniqlab beruvchi imom Lavhul Mahfuzda barcha narsani hisobga olganmiz. Ey Muhammad, siz ularga qishloq ahlini, u joyga elchilar kelgan paytini misol keltiring. O'shanda biz ularga Iso orqali ikkita elchini yuborganimizda, ular ikkisini yolg'onchiga chiqarishgach, uchinchi elchi bilan quvvatlantirdik. Bas uchala elchi Antokiya ahliga haqiqatan biz sizlarga iymonga da'vat qilish uchun yuborilgan elchilarmiz dedilar. Ular sizlar ham xuddi bizga o'xshagan odamlarsiz. Rahmon Alloh biror narsa vahiy nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz dedilar. Elchilar aytdilar: Rabbimiz bilurki, bizlar albatta sizlarga yuborilgan elchilardirmiz. Bizlarning zimmamizda faqat Allohning vahiysini sizlarga aniq yetkazishgina bordir. Ular dedilar: Bizlar sizlardan shumlanmoqdamiz. Qasamki, agar da'vatlaringizni to'xtatmasangiz,
sizlarni albatta toshbo'ron qilurmiz va sizlarga biz tomondan alamli azob yetar. Elchilar aytdilar: shumlanishingiz sababi o'zlaringiz bilandir. Sizlarga nasihat qilinsa shumlanasizlarmi? Yo'q, sizlar haddan oshgan qavmdirsiz. Shu payt bir kishi shaharning chekka joyidan shoshgancha kelib dedi: Ey qavmim, bu elchilarga ergashingiz, o'zlari hidoyatda bo'lgan va sizlardan haq so'ramaydigan zotlarga ergashingiz.